Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Ijtimoiy tarmoqlarda Sapo studiyasi orqali siz bilan diydor uchrashib turganimizdan bog'ayatda xursandmiz. Yurtimizdagi yangiliklar bilan tanishtirib borishda davom qilamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Kaltamlar ovul fuqaroligida joylashgan Iqbol to'yxonasining ish olib borish tartiblarida yangiliklar, yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Ya'ni to'yxona binosiga yon tomonidan qo'shimcha 2 qavatli bino qurilib, birinchi qavatida to'yxonaga yana qo'shimcha 300 kishiga xizmat qiladigan ajoyib xonalar, ikkinchi qavatida kelinlarga zamonaviy xizmat qiladigan go'zallik saloni, kichkintoy bolajonlar uchun o'yingohlar, park va sport bilan qiziqadiganlar uchun sport zallar qurib bitkazilmoqda. Barchangizni Iqbol to'yxonasida ochilayotgan imkoniyatlardan foydalanishga tavsiya qilib qolamiz va binoning yaqin kunlarda ochilish dasturlarini ham namoyish qilamiz. Aziz yurtdoshlar, sizning hamisha yaxshi kunlaringizda, baxtli kunlaringizda, to'ylaringizda Iqbol to'yxonasi xizmatingizda.